Allohni qo'yib, sizlarga foyda ham, ziyon ham keltirmaydiganlarga duo qilmanglar deyapti. Qo'lni ochganda, "Ey Parvardigorim" dedi, bo'ldi. O'rtaga pirlar, avliyolar, ota-bobolarning ruhlari, bularni qo'shishlik shirk bo'ladi. Ota-bobomiz ruhi qo'llasin. Davud pirim qo'llasin. Bilamiz shunaqa bir narsalar keng yayilib ketgan. Albatta bu ilmsizligimizdan paydo bo'lib qolgan biz o'rtamizda. Duo faqat Allohga qilinadi. Agar mana shu Allohga qilinayotgan duoda ichida opa dadamizmi, pirmi, qaysi avliyo kirib qoladigan bo'lsa, bu duo albatta ijobat bo'lmaydi. Balki bu bilaks shirkka olib boradi. Ikkinchidan, duoda ijobat bo'lishining sharti shu duo qilayotgan kishi Allohning buyruqlarini bajarayotgan va gunoh ma'siyatdan tiyilayotgan bo'lish kerak. Bir duo qilib qo'yaman haqqingizga deyotgan kishini bir qator qarab qo'yaylik kimligini. Albatta yaxshi duo qilgan, lekin duosi ijobat bo'ladigan odamlarda bitta sifat shukanki, amri ma'ruf